Sizni tur agentligingiz bor, lekin mijozlarni qanaqa qilib jalb qilishni bilmayapsiz. Men sizga sun'iy intellekt yordamida tayyorlasa bo'ladigan 3 ta kreativ kontentning g'oyasini aytaman. Ko'p tur agentliklarining profillarini ko'rganimda, kontentlar oddiy va zerikarli dizayn yoki videolardan bo'ladi. Keyin shu tur paketlaringizdan boshlaymiz. Birinchi kreativ g'oya sizni tur paketlaringizni mashhur joylarning fonida havo shari, dron yoki vertolyot orqali ko'rsatish. Ikkinchi kreativ reklamangizni mashhur joylarda, haykallarda, osmono'par binolarda yoki ramziy joylarda ko'rsatish. Uchinchisi, videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, siz ham sezdingiz. Bu video ham sun'iy intellekt yordamida tayyorlangan. Bunaqa kontentlar auditoriyangizni jalb qiladi. Target reklama uchun ham yaxshi ishlaydi. Eng muhimi, profilingizni boshqa tur agentliklaridan ajratib turadi. Siz ham mijozlaringizni kreativ kontent bilan hayron qoldirishni xohlasangiz, oddiy reklamalar bilan cheklanib qolmang. Kardinal bilan ishlang.